Assalomu alaykum hurmatli ustozlar. Texim ko'p narsalarni bilish, texim ko'p ishlarni qilish va texim ko'p tushuncha hosil qilish uchun tirishayotgan suyimli do'stlar. Kechkinlar xayrli bo'lsin. Erkinsizlik yazmalari 7 qism turmushning muhim soatlari va savoqlari degan kitobimizning o'rinliqning ilmiy tushundirishi degan qismining davomini davomlashtirib o'qib beramiz. Kitap yozuvchi doktor Erkin Sidiq, ovozda Istanbuldan Leyla. Kitap o'qilgan kun 2018-yili 9-oktyabr seshanba. 3. Başqalarının o'zini e'tirof qilishini istishi, ammo shundoq bo'lganligiga ishonmasligi. Biz o'zimizni ma'lum bir ishga atganda, uningdan ma'lum mukofotga erishishni ko'nglimizga pukib turib shundoq qilamiz. U mukofot moddiy yoki ruhiy mukofot bo'lishi mumkin. Ishki yoki tashqi mukofot bo'lishi mumkin. Agar bizda shundoq bir mukofotga erishaydiganligimizga bo'lgan ishonch kamchil bo'ldi ekan, bizda shu ishni qilishga nisbatan zarur bo'lgan harakatlantirish kuch vujudga kelmasligi mumkin. Agar bizning burunqi umidimiz va ijtihadimiz bizga o'zimiz kutgan ijobiy natijani ilib kelolmagan bo'lsa, biz buningdan keyin shundoq bir ish uchun qaytadan tirishchanlik ko'rsatganligimizga reallikqa ancha uyg'un kelmaydi. 4. O'z-o'zini tuzum orqali boshqarish iqtidorining kamchil bo'lishi. Biz ko'ngil qo'ygan har qanday ishni qila olamiz degan so'z har bir haqiqat bo'lishi mumkin. Ammo agar bizning ko'nglimiz o'zimizning eng ashaddiy dushmani bo'lgan, yuqorgi so'zning bizni ma'lum bir ishga qilishga qo'zg'aya oladigan bir hikmatli so'z ekanligiga ishonolmay qilishimiz mumkin. Ya'ni bizdagi mag'lub bo'lish haqidagi andisha va unumga erishish ishonchimiz haqidagi nachar tunish bizni ma'lum bir vazifani o'rinlashni boshlashdan to'sib qilishi yoki bo'lmasa bizning u vazifani o'rinlab bo'lishimizga to'sqinlik qilishi mumkin. Agar bizning oldimizdagi bir vazifa o'z xizmatimizning bir talbi bo'lib, biz uni qilmasak bo'lmaydiganligi uchun u vazifani o'rinlab bo'lgan bo'lsaqmi, bizdagi ishlarni kechiktirib qilishi odati yanala saqlanib qoladi. Ko'nglimizga cho'nqur programlanib ketgan o'zimizga bo'lgan gumon ma'lum bir foydali ish harakatimiz tufaylidan avtomatik holda yuyilib ketmaydi. Biz kelar qatim ma'lum bir ishni qilish vazifasini topshirib olganda, ilqi o'zimizga bo'lgan gumon ma'lum shakldagi kechiktirmachilik tariqasida yana o'ttirg'a chiqadi. O'zini tuzum orqali boshqarish iqtidori kamchil bo'lgan kishilarda o'ziga bo'lgan hurmatmi kamchil bo'ldi. Keyingi yetarsizlik yana aylanib kelib, oldingi yetarsizlikning kelib chiqishiga sababchi bo'ladi. Ya'ni o'zimizning obrazi haqidagi ig'ir darajali xato tushuncha o'zimizning o'z iqtidorimizga bo'lgan ishonchni ojizlashtirib etadi. O'zimiz bo'lgan ishonchning kamchil bo'lishi bo'lsa, o'zimizni tuzum orqali boshqarish iqtidorimizning yetishiga salbiy jihatdan ta'sir ko'rsatadi. O'zimizni tuzum orqali boshqarish iqtidorimiz bo'lsa, o'zimizga bo'lgan hurmatni kuchaytiradigan ishlarni amalga oshirishda kam bo'lsa bo'lmaydigan narsadir. Psixologiya ilmi bo'yicha qaraganda bu xatarlik aylanishlar yoki bu xatarlik davrlik holda takrorlanib turadigan ishlar ichidagi eng xatarligidir. 5. Vazifaning o'ziga bo'lgan qiziqishining kamchil bo'lishi. Agar bir vazifa yoki projekt, ish yoki tadqiqot turining o'zi zerikishlik yoki o'zimizning iqtidoriga mos kelmaydigan darajada oson bo'lgan, biz u vazifani o'rinlashdan butunlay voz kechishimiz mumkin. Agar bir vazifa biz qilmasak bo'lmaydigan, ammo zerikishlik ish bo'lgan, biz ko'p qatim ikkilanib va xafa bo'lib bo'lsa-mu uni qo'limizning uchida qilishimiz mumkin. Agar biz bir odamga ho'rin deb tuhmat chaplaganimizda, biz ko'pincha vaqtda ko'zda tutgan amaliy narsa shu odamga berilgan nihoyat zerikishlik, u odamning azroqmi qilg'usi yo'q bir vazifaning o'zi bo'lib qoldi. O'zi ortiqcha avarchilik yoki ortiqcha
Ig'irchilik deb o'ylagan ishdan o'zini qochirish faqatla insonlarning o'rtaq mohiyatidan boshqa narsa emas. Odatda o'zimizni qochirishga sabab bo'lgan narsa bizning o'rinliqimiz bo'lmasdan, agar bizga berilgan vazifaning bizni ozroqmi hayajonga sololmaydigan bir ish ekanligidir. Bir qism odamni qo'zg'ay olgan bir ish yana bir qism odamni qo'zg'ay olmaydi. Bu yerdagi har ikki odamda o'rinliq masalasi mavjud emas. Qisqasi bir odamga vazifa bo'lib tuyulgan bir ish yana bir odamga havas qilgan bir ish bo'lib qolishi mumkin. 6. Vazifa tirishchanlik ko'rsatishga arziydi deydigan aqidaning kamchil bo'lishi. Agar bizda o'zimizning bir qism muhim ishlari yoki qimmat qarashlarga nisbatan gumon mavjud bo'lgan, shu ishlarni cho'qim qilishga nisbatan ko'nglimizga maqsad aniq bo'lmasligi mumkin. Ko'nglimizga o ishni qilsam bo'larmi yoki qilmasam bo'larmi deydigan o'ylar o'xshash o'rinda turib qilib, hamda bir-birini yo'q qilib o'tib, shuning bilan bizda bir xil ruhsizlik paydo bo'lishi mumkin. Biz o'zimiz o'ylayotgan yoki bizga tavsiya qilingan bir ishning foydali ekanligi, qimmatli ekanligi yoki qanoatlanarli ekanligiga to'liq ishonch qila olmay, shuning bilan uni turmushimizning sifatini o'stirdi deydigan tonish bor bo'lmaydi ekan. Biz o'zimizga u ishni qilish uchun zarur bo'lgan qo'zg'atquchi maqsadni vujudga keltira olmaymiz. 7. Mag'lub bo'lishdan andisha qilish. Bu nuqta önümge erişiş işençisi kemçil buluşqa yandaşlıq rolini oynaydı. Önümge erişiş işençisinin kemçil buluşu bizni qo'zg'atadigan maqsadning aciz bo'lishini keltirib chiqarib, shuning bilan bizni ma'lum bir ishni muvaffaqiyatli tamomlashga ishonmaslikka elib bordi. Ammo mag'lub bo'lishdan andish qilish bo'lsa, bizning tirishchanligimizning kelib chiqish ehtimolligi bor bo'lgan salbiy oqibatga taqobil turish uchun zarur bo'lgan ruhiy boylikning kamchil bo'lishini keltirib chiqardi. Mundaq bir qadimiy maqol tamsil bor. Tavakkulchilik qilmay turib hech nimaga erishgili bo'lmaydi. Bu bizga bir ishda muvaffaqiyat qozonmoqchi bo'lsang, kam deganda u ishni cho'qim sinab beqishimiz kerakligini tushuntirib berdi. Ammo bizning cho'qim sinab beqishimiz kerakligini tushuntirib berdi. Ammo bizning g'ururimiz nihoyatmi nozik, nihoyatmi ojiz va osonla zaxmga uchraydigan bir narsa bo'lib, mag'lub bo'lish ehtimolligi bizning boshqa muhim narsalarni unutilib qilishimizni keltirib chiqarib, bizni bir ishni qilishdan to'sib qo'ydi. Bizning ma'lum bir ishda muvaffaqiyat qozonishimizning ehtimolligi nihoyat yuqori bo'lgan taqdirdami, biz o'z tirishchanligimiz natijalik bo'lmay qolsa, o'zimiz qanday bir tuyg'uda bo'lganligimizni o'ylab oldiga qarab maqmasligimiz mumkin. Bizda mag'lub bo'lganda o'zimizni rusvolgan ishga boyliq bo'lmaganda hamda o'z tirishchanligimizni uning natijasiga asoslanmay turib shartsiz holda muayyanlashtirgan qobiliyat bo'lmaganda biz o'zimiz qilmoqchi bo'lgan projekt ish turini boshlay olmay qolamiz. Qisqasi bizning amaliy iqtidorimiz emas, balki bizning ko'nglimizning salbiy holda programmalanishi bizni ma'lum bir vazifani o'rinlashga layoqatsiz qilib qo'ydi. Shuni ko'rsatib qo'yish kerakki, yuqoridagi ahvollarning o'rinliq bilan hech qanday munosabati yo'q. Kechiktirmachilik vaqtini muvofiq boshqarish bilan munosabatli bo'lishi mumkin bo'lsa-mu, kechiktirmachilikni keltirib chiqarg'uchi asosiy sabab mag'lubiyat andishisi bo'lishi mumkin. Ba'zilarning ishni kechiktirish taktikasi o'rinliq deb qaraladigan bo'lib, bizning undaq taktikani qo'llanishimiz balaliq chog'larimizda tiklib olgan mundaq bir ideyadan kelgan. Agar biz qilgan ishdan biror chatoq chiqadigan, u bizning shu ishni qilishga yetarli darajada layoqatli emasligimizni ko'rsatib berdi. Shuning bilan tabiiy holda mundaq bir ishni o'rgandik. Agar biz ma'lum bir ishni yaxshi qila oladiganligimizni oldin ola jazmlashtirmagan bo'lsak, eng yaxshisi u ishni boshlamagan yaxshi. Amaliyotda mukammallik deb atiladigan narsani biz ota-onamiz bizga reallikqa uyg'un kelmaydigan darajada yuqori talab qo'yadigan bir oilada cho'ng bo'lganligimiz uchun yo'qtirib olgan. Ya'ni agar biz
undaq bir oilada ishni ota-onalarning yuqori o'lchamiga yetkazib qilmasak, ular bizni davomli tanqidlab turdi. 8. Rad qilinishdan andisha qilish. Agar biz ma'lum bir ishni qilishda boshqalardan yordam so'rashga to'g'ri kelib, biz yordam so'rmoqchi bo'lgan kishi bizning talabimizni rad qilishi mumkin deb andish qilsak, biz shu sabab uchunla haliq ishni boshlamasligimiz mumkin. Agar biz o'zimizga nisbatan bir xil yaxshi tuyg'uga ega bo'lish uchun cho'qim boshqalarga tayinishga to'g'ri keldigan, boshqalarni o'zimizni zeriktirib qo'ydigan ishlarni hamda boshqalarning o'zimizni baholab silish yoki bizni rad qilishga sabab bo'lib qolgan hech qanday ishni qilmaymiz. 9. Soğuq su sepilish, yordamsizlik va unumsiz ishga yo'l qo'yish qatorliq tuyg'ularda bo'lish. Mushundaq tuyg'ularning hammasi bizga ma'lum bir ishni vujudga chiqarish ko'nglining g'oyib bo'lishiga elib bordi. Bu xil holat biz uchun nihoyatda azobliq va ruhsizlik holat bo'lib, u bizning orzuyimizni butunlay palash qildi. Odam ashundaq bir holatga kelib qolganda hamma ish uning uchun ma'nsizdek ko'rindi. Chunki undaq ahvolda biror ishni qilish orqali biz o'zimiz va o'zimizning butun hayotiy to'g'risidagi biror yaxshi tuyg'uga kelolmaydiganligimizni yoki kelalaydiganligimizni hargizmi tasavvur qila olmaymiz. Bizning bir ishdan o'zimizni ashundaq qochirishimiz sirtdan ko'zlayotgan bir odam uchun o'rinliq bo'lib ko'rinsimi, uning amaliyotda o'rinliq bilan hech qanday munosabat yo'q bo'lib, u butunlay tushkunlashish bilan munosabatli bo'ldi. Ba'zi organlar tushkunlikka mundaq deb aniqlam bergan. Hamma ishlar yoki asosan barliq ishlarga bo'lgan qiziqishi yoki ulardan erishadigan xo'shallik ko'rinarli darajada ojizlashish. Shundaq bo'lg'achqa mayli bir ish, xizmat bilan yoki ko'ngil aytish bilan munosabatli bo'lsin, tushkunlashgan bir odam ularning hammasidan o'zini qochirdi. Bundaq ahvolda atigini karavotdan qo'pishning o'zimi bir xil yengil bo'lmaydigan qiyinchilikdek tuyuldi. Pema Chodron ismli bir buddist bu xil ahvolni kishini azoblaydigan darajadagi yurakdan ayrilib qolish ahvoli deb atagan. Ilova, aslidagi maqolning mushu qismiga inglizcha 3 kalimani qistiribdi aptur. Bu üst söz işletilgan bo'lib, yulg'un to'r lug'atida bu so'zning hammasi o'xshashda umidsizlanish degan birla so'z bilan izohlanibdi. Shuning bilan yuqorgi kichik temada menmi faqat shu birla so'zni ishlatishga majbur bo'ldim. 10. Ümitsizlik, shaxsiyatchilik, dushmanlik yoki azobli pozitsiyasi. Bizning bir ishni boshlaolmasligimizga sabab bo'lgan eng oxirgi bir sabab biz intayin qattiq zerikib yoki herib ketib, mening tirishchanligim o'zimga emas, faqat boshqalarga foyda yetkazdi deb o'ylab qolamiz yoki bo'lmasa bizda o'zimizning kelgusi istiqbolga nisbatan qattiq gumon paydo bo'lib, o'zimiz uchun har qanday ishni qilishning hech bir ahamiyati yo'q deb o'ylab qolamiz. Bu xuddi bir isyonchi qiyofatiga kirishni o'rinliq deb atashga o'xshaydi. Bundaq ahvolni keltirib chiqargan narsa bizning burunqi umidsizlanishlarimiz va ko'nglimizdan zotli chiqarib o'tolmaydigan xafachilik bo'lib, ular bizni zotla o'zgartirgili bo'lmaydigan hamma ishga qarshilik ko'rsatish ruhiy holatiga akilib qo'ydi. Burunqi cho'nqur psixologiyalik yaralarimiz bizda bir xil umidsizlikni paydo qildi. Shuning bilan biz o'z qudratimizni faqatla boshqalarning qilganiga javoban ish elib boradigan yoki ularga qarshilik ko'rsatgan ishlar uchun ishlatamiz. Hamda biz ancha qiynalmay turibla osonlik qila oladigan ishlarni qilishni rad qilamiz. Demak, biz bu yerda bizning ma'lum bir ishni qilishga unmasligimizning o'rinliq bilan hech qanday munosabat yo'q. O'zimizga foydali ishlarni qilishga unmasligimizmi ham shundaq. Aslida bu maqolaga o'rinliqning qo'zg'atquchi maqsadi deb tem qo'yishni o'ylashgan. Ammo undaq qilganda amaliyotdan to'g'ri tushuntirgili bo'lmaydi ekan. O'qirmanlar mazkur maqolani o'qigandan keyin o'rinliqdan iborat bu nihoyatmi oddiylashtirilgan o'qim ustidagi o'zlarining burunqi tushunchalari haqida qayta o'ylanib baqsa bo'ladi.